Rahmetning boshqa bir tajallilari zaharlik bir harining ichida shifoliq va eng totliq hasalni biz uchun pishig'lab, shu hari vositasi bilan bizga yetkazish hargizmi u harining ishi emas. Demak, hasalni asli chiqaruvchi hari emas, balki Allohning rahmatidir. Bahor mavsumida hur-parilar shaklida barliq mevelik daraxtlarga eng go'zal kiyimlarni kiydirib, çiçek va mevalar bilan bezab, daraxtning qo'llari deb qaraladigan til shoxlarida o'xshamagan lazzatga, o'xshamagan rangga, o'xshamagan puroq va shakllarga ega mevalar bilan bizni oziqlantirmoqmi albatta Allohning rahmatining bir tajallisidir. Bo'lmasa, o quruq yog'ochlar bizni tonimaydi va bizga marhamat qilmaydi. Shuningdek, qo'li yo'q bir qurutning vositasi bilan bizga yipakka o'xshagan yumshoq sifatli kiyimni kiydirishmi Allohning rahmatining natijasidirki, bo'lmasa u qo'lsiz qurut yeshil ujmi yo'pirmoqini yeb, op-oq bir yipakni biz uchun chiqarolmaydi. Kala, to'ga, qo'y va o'shkiga o'xshagan hayvonlarcha ularga yop-yeshil o't-cho'pni yegizib, qon yiringlar orasidan op-oq, oziqliq qimmati yuqori bir sutni chiqarish va u hayvonni bir sut zavodiga o'xshash qilmoqmi albatta Allohning rahmatidandir. Shuningdek, g'oyat zo'r cho'nglikdagi quyoshni dunyoyimizga chiroq va isitqo qilmoq, oyni jinchiroq va kalendar qilib, yulduzlar bilan osmon yuzini bezashmi ham Allohning rahmatining bir tajallisidir.